Xayrli kun qizlar, kuninglarni yaxshi boshlab olinglarmi? Kecha eslanglar bo'lsa, bugun mehmon keladi. Ehsonjonni ko'rgani, oshnalari va raditillari bilan deganda, bizning uy 2 xonali, bitta mayda xonasiga, detskiy xonaga, kichkinalar uchun, katta xonaga esa raditillar uchun joy qilaman dedim. Dadamiz uyimiz mayda qilib qo'yishadi deb, shunga KFCga olib borishga qaror qilib, Lasleyda bolalar o'ynaydigan joyi ham bor. Bu fikrlari menga ham juda ham yoqib tushdi, to'g'risini aytganda. Endi ular hozir Ehsonchil bilan ketdilar, mehmonlarni kutib olaylik. Biz bavaqroq borib, sizlar esa arqadan boringlar dedilar. Mansur uxlab yotganda o'zi bular ham turdilar. O'zi men Mansur chekdi, storichkani kiyintirib, o'zim ham tayyor bo'ldim. Hozir yo'lga chiqamiz. Bemalol bolalar o'ynaydi, o'zimiz ham bemalol o'tiramiz. Endi qizlar, idilik mujini qoch. Biz ikkinchi etapga ko'taramiz. Hadi. Опять что массажик? Все. Charchashib o'zi dadasi boshqa plashadga olib ketdilar o'ynashga. Ajralmaymiz deb turibdi. To'ymabdi bir-birlariga tag'in. Ular boshqa plashadga ketdi. Hozir biz Mansur bilan detskiy yerga kirdik. Ekunda oldin pampersi qasqiganmiz. Pampersimizni qaranglar, juda og'ir ekan. 160 shtok. Hozir dadasiga telefon qildim. Juda ham og'ir ekan. Uygacha yetib bora olmaymiz desam, kuttirni hozir borib olaman. Mashinaga tashiman bo'lmasam dedilar. Endi biz kutib o'tiribmiz. Mansur mana uxlamoqchi, charchadi bilan. Maysirchik, hozir alla qiladilar, picha gularlar, biz uyga ketamiz. Qizchalarga qarayapti. Что это? Maysir. Quyosh negadir bo'pti. Qizlar hamma xayrli kech. Bizlar sabab Ramazon osh qilyaptilar. Qaynota bilan o'zimni otajonlari bilan Ehsonchilga ko'rgani kelishibdi. Hozir hammamiz choy damlab. Otamda sababimiz qaynayapti. Mana oshimiz tayyor bo'ldi. Hozir oshnam bilan suzib ujin qilamiz. Bugun ujinimiz kechib bo'lib ketdi. 8 dan o'tib ketdi. Ujinimizni oshni berib bo'ldim. Oshdan keyin sizga tort, shkolarni, praga. Hozir bizga Разрешить,